Assalomu alaykum barchaga. Bugun meniki 6-mart 2026-yil. Biz hozirgi vaqtda meniki tekstilniy fabrika bet tarafdamiz. Meniki Ko'kshig'ala makon fuqarolar jiyini bor. Janda shu yerda tayin yurib turgan biznes bugun sotuvga qo'yilib o'tiribdi. Meniki qarang, non sex bo'lib жұмыс істеген oldin. Az shu yerning videosini sizlarga jartib beramiz. Qasimizda tekstilniy bor, arjag'ында paxta zavodi bor. Adam gavjim yer. Bugün satuğa qo'yilyapti. Qasimizda miniki 7 nebo kafesi bor. Bu tarafında da zdaniyalar salınıp atıptı. Adam ağımı bu yerdə ko'p bo'ladi. İmaratimizдің yer maydani 64 ga 65 bo'ladi. Aldı betinde de kichkina o'rni bor deb atıptı. Dokumentlari saz bo'ladi bu yerning. Qarang miniki. Bu qaptaldan bir ko'rsatayım. Endi qarang. İmaratimizдің içine kirib alamiz. Kireber shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda tandiri bo'ladi. Bu tarafda shayshi o'rni bo'ladi. Qarang. Endi to'g'rilab kirib ketamiz bu tarafga. Bu tarafda meniki nonlarni keltirib qo'yuga qarang. Vishelkalari ham tag'i boshqa zatlari meniki qarang. Shunday arbasida tayin. Bu tarafında xamirda ileytin peshkisi. Buni negiz aldin bölüp satasang ba deb de so'ragan ekan, biroq bölüp satmagan. Endi xudo xolasa bari zat istep turibdi deb atibdi. 100% mana zatlarning barligi. Keyingi yesine tek solay berejaqman deb atibdi. Qarang, barliq zat tayin. To'q жұмысларында azmash жұмыслары бар deb atibdi sırt betdan. Endi buni 220 da isteydi deydi, biroq 220 da istetseniz tek bir peshik istep qoladi da. 380 bo'lsa ikkovi da isteydi degan so'z. İmaratni ko'rdinglar. Buning endi bahasına kelетін bo'lsak, 60 million so'm pul aytaman, albatta qaytaman deb atibdi. Tömendagi nomerlarga baylanib bo'lsangiz, to'liq ma'lumotni olsangizlar bo'ladi. Al keyingi yesine buyursin. Shu yerda bir zo'r biznes o'rni ochilsin deb bugungi videomizda tushunmoqlaymiz. Odan keyin ayzlar, mana gomti dokumentda yo'q ekan bu gomtisi. Tek mana 3 gomtisi dokumentda borda. Shu yerga kelib o'zingiz to'liq tanishib chiqsangizlar bo'ladi.